Assalomu alaykum. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi sizlarga video darsimizda MOQ 8 testining yechimini ko'rsatib beraman. Xo'sh, A va B raqamlar uchun ana shu tenglik o'rinli bo'lsa, 2A plus B ni qiymatini toping. Demak, 5/11 B sonimiz ratsional son, 5A sonimiz natural son. Chunki A bilan B raqam aka. Demak, ikkalasining yig'indisi natural son bo'lish uchun 5/11 ko'paygan B sonimiz 0 ga aylanishi kerak ekan. Demak, B raqamimiz 0 ga teng ekan. B raqamimiz 0 ga teng bo'lgandan keyin, xo'sh, 5A sonimiz 45 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, A teng 9 ekan. Bizga demak 2A plus B ning qiymatini toping. Demak, 2 ko'paygan 9 qo'shilgan 0 teng 18. Demak, javobimiz B javob ekan. Xo'sh, keyingi misolimiz, ikkinchi misolimiz. X demak sonimiz berilgan 1, 4, 7 va hokazo 301 gacha. Y sonimiz berilgan ekan. Bunday qarasak, X sonimizni 2 ga ko'paytmaslik ekan. Demak, Y sonimizdan hammasidan 2 ni chiqarib olsak, qavsni tashqari 1 qo'shilgan 4 qo'shilgan 7 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan 301. Demak, bu sonimiz x ga teng. Demak, y sonimiz 2 ta x ga teng ekan. Xo'sh, bizga y qo'shilgan 2022x taqsim x ning qiymatini toping. Demak, har birini x ga bo'lib yuborsak, y taqsim x qo'shilgan 2022x ni x ga bo'lsak 2022. Y o'rniga 2x ni olib borib qo'ysak 2022. X'larimiz qisqarib ketar ekan. 2 ga 2022 ni qo'shsak 2024. Demak, javobimiz A javob ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz, uchinchisi. X kilogramm meva bor desak, shuning demak 80% suv. Demak, x kilogrammni 80% topsak, 0,8x. Demak, bu suv. Demak, 0,8x suv bo'lsa, demak 0,2x bu suvsiz meva. Quritilgandan keyin 25 kilogramm kamayib, demak x minus 25 kilogramm bo'libdi mevamiz. Shunda suv 60% bo'lib qoldi. Demak, mevamiz hali ham 100% desak, demak x minus 25 mevaning ichida 0,2x hali ham suvsiz meva bor. Ana shu suvsiz meva bizlarga 40% ni tashkil qilar ekan. Chunki suv 60% tashkil qilsa, 40% meva bo'lib qoladi. Demak, nollarni qisqartirib proporsiya qilib yorsak, 4x minus 100 teng 0,2x ni 10 ga ko'paytirsak 2x. 2x teng 100, x teng 50. Demak, dastlab meva 50 kilogramm bo'lgan ekan. Demak, javobimiz C javob ekan. Keyingi misolimiz, hisoblang. Xo'sh, asoslari bir xil bo'lsa, darajalari qo'shilar. Demak, 3 ning 3-si ko'paygan 5 ning 4-si qo'shilgan 625 5 ning 4-si ko'paygan 27 3 ning kubi
1 taqsim 5'ning minus birinchisi 5 taqsim 2 ko'paygan 3'ning kvadrati ko'paygan 5'ning kvadrati ayrilgan 4 2'ning kvadrati ko'paygan 9 3'ning kvadrati ko'paygan 2 taqsim 5'ning minus ikkinchisi 25 taqsim 4 ga teng. Teng 4 bilan 4 qisqarib ketsa, suratdan 3'ning kubi 5'ning 4'insini qavsdan tashqariga chiqaramiz. 1 qo'shilgan 5 taqsim mahrajdan 3'ning kvadrati 5'ning kvadratini qavsdan tashqariga chiqaramiz. 2 ayrilgan 1 teng. 3'ning kubi bilan bitta qisqarib ketsa, demak 3 5'ning kvadrati bilan ikkitasi qisqarib ketsa 5'ning kvadrati 1 ga 5 ni qo'shsak 6 taqsim 1 teng 5 ni kvadrati 25 3 ko'paygan 25 ko'paygan 6 6 kare 25 150 3 kare 150 450. Demak javobimiz C javob ekan. Keyingi misolimiz 5-misol. Demak, mana bu ko'p xatimizda a ning kvadrati minus 14a plus 49 plus 2 deb yozamiz. Demak, bu a minus 7 ning kvadrati plus 2 teng. Demak, a ning o'rniga 7 minus ildiz 3 qo'ysak, 7 minus ildiz 3 minus 7 ning kvadrati qo'shilgan 2 teng. 7 mana 7 qisqarib ketsa, ildiz 3 ning kvadrati 3 plus 2 teng 5. Javobimiz B javob ekan. 6-misolimiz. Ifodani soddalashtiring. Ildiz 3 ayrilgan qo'sh 4-darajali ildiz 9 4-darajali ildiz 5 deb yoza olamiz. 45 kvadrati taqsim. Demak, mahrajimiz 1 minus 4-darajali ildiz 5 ning kvadratini berar ekan. Bu ham teng. Xo'sh, suratdan ildiz 3 ni qavsdan tashqariga chiqaramiz desak, qavs tepasiga kvadrat bor. Demak, kvadratga oshib tashqariga chiqargan. Demak, 1 minus 4-darajali ildiz 5 ning kvadrati qolar ekan. Taqsim 1 minus 4-darajali ildiz 5 ning kvadrati. Ikkalasi qisqarib ketsa, javobimiz 3 ekan. Demak, D javob ekan. 7-misolimiz. Demak, A4 qo'shilgan A14 teng A7 qo'shilgan A11 ga. Bu ham teng 2 ta A9 ga. Demak, indekslar yig'indisi bir-biriga teng bo'lsa, 18 bu ham 18 teng bo'lar ekan. Demak, 2 ta A9 bu ham 18 bilan 2 ta 9. Arifmetik progressida shunaqa qo'shsa bor edi. Demak, A4 bilan A14 ning yig'indisi 2 ta A9 ga teng. A7 bilan A11 ning yig'indisi 2 ta A9 ga teng. Qo'shilgan A9 o'zi teng 45. Demak, 5 ta A9 teng 45 ga, A9 teng 9 ga. Demak, dastlabki 17 ta hadini yig'indisini toping. Demak, arifmetik progressiyaning 17 ta hadining yig'indisi birinchi hadi va 17-chi hadi yig'indisining yarmi bilan 17 ta sonni ko'paytmasi teng.
o'n yettita hadini yig'indisi ko'paytmasa teng. Demak, A1 bilan A17ning yig'indisi ikkita A9 beradi. Demak, 2 ko'paygan 9 taqsim 2 ko'paygan 17 teng 2 bilan 2 qisqarib ketsa 9 ko'paygan 17. 9 kere 7 oltmish 15 153. Demak, javobimiz A javob ekan. Keyingi misolimiz 8-misol. S4 ni ochib yuborsak, demak S4 degani B1 1 minus Q'ning 4-si taqsim 1 minus Q teng 80. S8 ochamiz. B1 1 minus Q'ning 8-si taqsim 1 minus Q teng 6560. Shu sistemani ikkala tomonni bo'lib yuboramiz. Bo'lib yuborsak, demak 1 minus Q'ning 4-si taqsim 1 minus Q'ning 8-si qoladi. Demak, uni 1 minus Q'ning 4-si 1 plus Q'ning 4-si teng 80 taqsim 6560. Demak, nollar ketsa, demak bu ham ketsa, demak bizga qoldi 8656. 656 ni 8 ga qisqartirsak 82. Demak, proporsiya qilaveramiz. 82 teng 1 plus Q'ning 4-si. 81 teng Q'ning 4-si. Q teng 3 ga. Demak, javoblarga qaraganda minus 3 ni ololmaykanmiz, menimcha. Q teng 3 tashlab qo'yaylik qani. Q teng 3. Demak, Q'ning o'rniga 3 ta borib qo'yamiz mana birinchi tenglikka, chunki bizga B1 kerak. Demak, B1 1 minus 3ning 4-si 81 taqsim 1 minus 3 teng 80. Demak, 80 bilan 80 qisqarib ketsa, B1imiz teng 1 dan 3 tersak minus 2, tepadagi minus bilan plus ketadi 2. Demak, S6 teng B1 1 minus Q'ning 6-si taqsim 1 minus Q teng 2 ko'paygan 1 minus 3ning 6-si taqsim 1 minus 3. Xo'sh, ikkilar qisqarib ketsa, demak bizga qoldi 3ning 6-si minus 1. Demak, 729 ayrilgan 1. 700. Xo'sh, 728. 728. Demak, bu misolimizni javoblari xato ketib qolgan. Demak, 728 chiqadi. Xo'sh, 9-misolimiz. Shu misolimiz Mok 7 da ham bor edi. Ana shu tenglikni bajaradigan modul C kichik, modul B kichik, modul A tenglikni bajaradigan son tanlab olsak, o'zimizga juda oson bo'ladi. Xo'sh, misol uchun A teng minus 5. Bu 5 bo'larki moduli. B da misol uchun 3 olamiz. Bu 3 bo'ladi.
s'ning moduli kichik 0. Demak, s kichik 0. S teng minus 2 olamiz. Demak, bu 2 bo'ladi. Ana endi a ko'paygan b'dan s'ni ayiramiz. B'dan s'ni ayiramiz. 3dan ayiramiz minus 2. 5 musbat son ekan. Demak, modul tashlab yuborsak, b minus s. Modul a. A manfiy son. Demak, oldiga bitta minus qo'yib, modul ochamiz. Qo'shilgan b. Xo'sh. B ko'paygan s'dan a'ni ayiramiz. S'dan ayiramiz a'ni. Minus 2dan ayiramiz minus 5. 3 bo'ladi. Demak, bu ham musbat son ekan. S minus a'ni o'zi b'ning moduli. B o'zi 3 son. Demak, b'ni o'zi qo'shilgan s ko'paygan. Xo'sh, a'dan b'ni ayiramiz. A'dan ayiramiz b'ni. Demak, minus 5 ayrilgan 3 minus 8. Demak, manfiy son ekan. Xohlasak o'rnini almashtirib chiqarishimiz ham mumkin. Xohlasak oldiga minus qo'yib chiqarishimiz ham mumkin. Demak, o'rnini almashtiraversak b minus a taqsim s'ning moduli. Demak, s manfiy son ekan. Minus s teng. Demak, a bilan a minus b plus s, b bilan b qo'shilgan s minus a, s bilan s qisqartiraversak minus b plus a teng a bilan a qisqarib ketar ekan. Bo'ldi. Demak, 2s minus 2b. Demak, javobimiz D javob ekan. 10-misolimiz. Soddalashtiring. Surat a ning kvadrati minus 8, a ning kvadrati plus 8 taqsim a ning kvadrati plus 8 ayrilgan. Xo'sh, 512 xo'sh, 512 8ning kubi. 64 kira 8 32 512 8ning kubi ekan. Demak, buni ham ko'paytuvchiga ajratamizmi? Demak, a ning 6 minus 8ning kubi taqsim a ning 4 plus 8 a ning kvadrat plus 64. Demak, a kub b kubga ajratsak, mahraj bilan qisqarib ketar ekan. Demak, a kvadrat plus 8 da qisqarib ketdi. Surati demak, a kub minus b kubga o'chamiz. Demak, a ning kvadrati minus 8, a ning 4 plus 8 a ning kvadrati plus 64 taqsim a ning 4 plus 8 a ning kvadrati plus 64. Qisqarib ketsa, a ning kvadrati minus 8 minus a kvadrat plus 8. A kvadrat 8 da ham qisqarib ketar ekan. Javobimiz 0 ekan. Ana S javob. 11-misolimiz. Tengsizlikni natural yechimlarni yig'intisini toping. Demak, x ning 6 minus 245x kichik 0. Demak, x ni qarsini tashqariga chiqarib olsak, x ning 5 minus 245 kichik 0. Demak, x teng 0, x ning 5 minus 245 teng 0. X ning 5 teng 245, x teng 5 iltizosti 245. 245 sonidan demak 49 ko'paygan 5 desak ham chiqmay ekan shunisi. Demak, soniqni tuzamiz. Demak, mana bu yerda 0, mana bu yerda 5 ildizosti 245 ni joylashtiramiz. Oraliqlar chizamiz.
ishorasi plus minus plus kichik bo'lsa minus oralig'i. Demak, javobimiz 0 dan 5 ildiz osti 245 gacha. Endi natural yechimlarini toping. Demak, 5 ildiz osti 245. Demak, bu 3ning 5-si 243 bo'ladi. 4ning 5-si 2ning 10-si 1024 bo'ladi. Demak, 5 ildiz osti 245 degani 3 butun nimadir son. Natural yechimi 1 qo'shilgan yig'indisini toping debdi. 2 qo'shilgan 3 teng 6. Demak, javobimiz C javob ekan. 12-misolimiz. Demak, ikkalasini ayirib yuborsak, x ning kvadrati minus y ning kvadrati teng 4x dan 5x tersa minus x qo'shilgan y. X minus y, x plus y, xo'sh, plus x minus y chap tomonga o'tkazamiz, teng 0. Demak, x minus y da qavsni tashqariga chiqarib olsak, x qo'shilgan y qo'shilgan 1 teng 0. Ko'paytma 0 ga teng. Har biri 0 ga teng. X teng y ga. X qo'shilgan y qo'shilgan 1 teng 0. X qo'shilgan y. Xo'sh, teng minus 1 ga. Demak, bizga ikkita holat chiqib kelyapti. Birinchi holatda ishlaymiz. Birinchi holatimiz x teng y ga. Demak, tenglavar sistemasining xohlagan biriga qo'yamiz va tepadagiga qo'yamiz. X ning kvadrati teng 4x qo'shilgan 5x. X ning kvadrati minus 9x teng 0. X teng 0, x teng 9. Demak, y teng 0, y teng 9. Demak, ikkita yechimi bor. Ikkinchi holatni ko'ramiz. Demak, x qo'shilgan y teng minus 1 da. Ikkinchi holat. Demak, bu yerdan y topib olsak, minus x minus 1. Yana tepadagi borib qo'yamiz. X ning kvadrati teng 4x qo'shilgan 5 ko'paygan minus x minus 1. X ning kvadrati teng 4x minus 5x minus 5. X ning kvadrati plus x plus 5 teng 0. Demak, buni dc 0 dan kichik, yechimi yo'q. Demak, ikkita yechim bor ekan. Javobimiz B javob ekan. Xo'sh, 13-misolimiz. 13-misolimizda demak ABC'larni taqqoslang. ABC'larni taqqoslang. Agar y teng ax ning kvadratida a da 1 dan katta son bersak, parabolaning shoxlari, demak bu degani uchlari, mana ax kvadrat mana bu desak, y tomonga qarab intiladi. 1 dan katta bo'lgandan keyin. Agar 0 u 1 oralig'idagi sonlarni bersak, demak bu parabolaning shoxlari bir-biridan uzoqlashadi. X tomonga qarab intiladi. Demak, o'z-o'zidan bilinib turibdiki, B soni A sonidan katta, u ham katta C sonidan. Demak, B A C. B A C. Demak, B javobimiz ekan.
14-chi misolimiz. Tengsizlikni butun yechimlarni yig'intisini toping. Demak, x ning kvadrati minus 5x plus 10 ni t deb belgilasak, xullas birinchi qavusimiz ichi t, ikkinchi qavusimiz ichi t plus 2 ni berar ekan. Demak, t plus 2 minus 48 kichik 0. Demak, t ning kvadrati plus 2t minus 48 kichik 0. Demak, buni ildizlari minus 8 u 6. Demak, minus 8 olib qo'yamiz t ning o'rniga. Demak, x ning kvadrati minus 5x plus 10 teng minus 8 ga. X ning kvadrati minus 5x plus 10 teng 6 ga. X ning kvadrati minus 5x minus 18 plus 18 teng 0. Diskriminant teng 25 minus 32, 40, 72. Demak, yechimi yo'q. Bunisini ishlaymiz. X ning kvadrati minus 5x plus 4 teng 0. 4 u 1. Son o'qini chizamiz. Demak, sonlarni joylashtirdik. 1 u 4 ishoralarini qo'yamiz. Bizga kichik 0 ekan. Demak, manfiy yo'l ekan. Butun yechimlari yig'indisini toping. Demak, 2, 3, 2, 3 ekan. Demak, 5 ekan. Javobimiz D javob ekan. 15-chi misol. Tenglamaning ildizlari shu x1 va x2 bo'lsa, xo'sh, mana shu yerda x soni noma'lum son qolib ketgan. Demak, shuni toping. Umumiy xaraj bersak, x2 ning kvadrati qo'shilgan x1 ning kvadrati taqsim x1 ko'paygan x2 ning kvadrati teng yig'indining kvadrati. Yo'q, kvadratlar yig'indisi. Demak, buni yozsak, x1 qo'shilgan x2 ning kvadrati minus 2x1 x2 taqsim x1 ko'paygan x2 ning kvadrati. Xo'sh, demak, bizga ildizlar yig'indisi va ko'paytmasi kerak bo'lar ekan. Mana shu tenglamadan topamiz. 2 ga bo'lib yuborsak, x kvadrat plus 9 taqsim 2x qo'shilgan 5 taqsim 2 teng 0. Ildizlarning yig'indisi ikkinchi koeffitsiyentning qarama-qarshi ishorasi bilan olinganga teng. Ildizlar ko'paytmasi ozod xatga teng. Davom ettirsak, x1 qo'shilgan x2 miz minus 5 taqsim 9 taqsim o'chib tuladik. Minus 9 taqsim 2 ning kvadrati minus 2 ko'paygan ko'paytmasi 5 taqsim 2 taqsim ko'paytmasi 5 taqsim 2 ning kvadrati. 9 taqsim 4 minus 2 bilan 2 qisqarib ketsa, yo'q, 81 taqsim 4 ayrilgan 5 taqsim 25 taqsim 4 teng 4 kere 5 20, 61 taqsim 4 taqsim 25 taqsim 4. 4'lar qisqarib ketsa, 61 taqsim 25. Javobimiz S javob ekan. 16-chi misol. Ikkita aylana tashqi ravishda urinadi. Ularning diametrlari
10 va 18 detsimetrga teng. Demak, ikkitalarni tashqi ravishda urintiramiz. Xo'sh. Tashqi ravishda urinadi. Xo'sh, birinchi aylananing diametri 10, ikkinchi aylananing diametri 18. Demak, uning radiusi 9, uning radiusi 5. Aylanalar markazidan o'rasak masofani toping. Demak, A1 A2 desak, A1 A2 teng 9 qo'shilgan 5 ga 14 ga. Demak, javobimiz C javob. Keyingi misolimiz 17. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 30 gradusga teng. Demak, teng yonli uchburchak chizamiz. Uchidagi burchagi 30 gradusga teng. Asosdan olingan Y nuqtadan, demak, asosdan bitta Y nuqta olamiz. Yon tomonlargacha bo'lgan eng qisqa masofalar 3 va 9 ga teng. Demak, mana bu masofamiz 3 ga, bu masofamiz 9 ga teng. Uchburchak yuzini toping. Demak, yuza so'roq. Demak, uchburchakning uchidan shu to'g'ri o'tkazamiz Y'ga qarab. Y'ga qarab o'tkazsak, yon tomonlarni A desak. Xo'sh. Ana bu uchburchak yuzini topamiz. Xo'sh, bu uchburchak yuzi 9 ko'paygan A taqsim 2. Endi bu uchburchak yuzini topamiz. Bu uchburchak yuzi 3 ko'paygan A taqsim 2. Ikkalasini qo'shsam, demak, teng yonli uchburchakning yuziga teng bo'lishi kerak. Teng yonli uchburchak yuzi 1 taqsim 2 A ning kvadrati sinus 30 gradus. Demak, qo'shsak 12A, 2 ga bo'lsak 6A teng 1 taqsim 2 ko'paygan A kvadrat sinus 30 gradusga 1 taqsim 2 ga teng. Xo'sh, A'lar qisqarib ketsa, A teng 24 ga ekan. Bizga uchburchakning yuzini toping deb. Demak, S uchburchak yuzi 1 taqsim 2 A ning kvadrati sinus 30 gradus. 1 taqsim 2 24 ning kvadrati ko'paygan 1 taqsim 2. 576 taqsim 4. Bu teng 144. Demak, javobimiz A javob ekan. 18 misolimiz. ABC to'g'ri burchakli uchburchak. Gipotenuzasi uzunligi 15 ga. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. Demak, A, B, C to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 15 ga teng. S burchak sinusi, demak, alfa desak, sinus alfa teng 0,6 ga. Uchburchak yuzini toping. Demak, S so'roq. Mana bu katetni A desak, sinus alfa teng qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbat.
Demek 0,6 teng a taqsim 15 ga. Demek a teng 0,6 ni 15 ga ko'paytirsak 9. Demek bu katitimiz 9. Demek Pifagor usulidan bu katitimiz 12. Demek to'g'ri burchak uchburchak yuzi katitlar ko'paytmasining yarmi. Demek qisqarsa 6, 6 kira 9, 54. Demek javobimiz B javob ekan. 19-chi misol. Ikkita kvadrat ustma-ust qo'yilib, biri ikkinchisini ustiga 45 gradusga burildi. Buyalgan soha yuzining ABC kvadrat yuziga nisbatini toping. Xo'sh. Demak, mana bu tomonni A deymiz. Bu ham A bo'ladi. Bu 90 kvadrat chunki. Demak, bu ham A, bu ham A, bu ham A. Demak, mana bu masofa A ildizosti 2. A ildizosti 2. Demak, buyalgan soha 4 ta. Buyalgan soha to'g'ri burchak uchburchak. Katitlar ko'paytmasining yarmi. Demak, shundan 4 ta. 4 ta. Demak, buyalgan sohaning yuzi chiqdi. Endi kvadrat yuziga nisbatini toping. Endi kvadrat yuzini topamiz. Kvadratning tomoni demak A qo'shilgan A ildizosti 2. Bu ham 2A qo'shilgan A ildizosti 2. Bu ham teng A ni chiqara olsak 2 qo'shilgan ildizosti 2. Kvadrat tomoni A ko'paygan 2 ildiz 2. 2 qo'shilgan ildiz 2. Endi shuni yuzi, shuni kvadrat ko'taramiz. A kvadrat. A ning kvadrati ko'paygan 2 plus ildizosti 2 ning kvadrati. A kvadratda qisqarib ketadi. Bu bilan 2 ham qisqarib ketsa 2. Demak, 2 taqsim 2 plus ildizosti 2 ning kvadrati. Bu ham teng. Bu ham teng. 2 taqsim buni kvadrat ko'tarsak 2 ning kvadrati 4, ikkilangani ikkinchisini kvadrati 2. 2 taqsim xo'sh 6 qo'shilgan 4 ildizosti 2. 2 ga qisqartirib yuborsak 1 taqsim 3 qo'shilgan 2 ildizosti 2. Demak, buni surat va mahrajini 3 minus 2 ildizosti 2 ga ko'paytirsak surat demak 3 minus 2 ildizosti 2 taqsim mahraj A kvadrat minus B kvadrat. Demak, 9 minus 8 teng mahraj 1 deb beradi. Demak, 3 minus 2 ildizosti 2 ga teng ekan. Javobimiz C javob ekan. Xo'sh, 20-chi misolimiz. Muntazam ko'pburchakning tomoni 2 ildizosti 3 ga teng. Demak, ko'pburchakning tomoni 2 ildizosti 3 ga teng ekan. 2 ildizosti 3, 2 ildizosti 3, 2 ildizosti 3 ga teng. Ichki chizilgan aylana. Demak, bunga ichki aylana chizamiz. Ichki aylana chizamiz. Markaz mana bu yerda. Radius 3 ga teng ekan. Demak, 3 ga teng ekan. Ko'pburchak yuzini toping. Demak,
markazdan kub burchi uchiga tushirsak, bilasizlar, bu bisektrisa vositasi bajaradi, burchaklar teng bo'ladi. Demak, 2 ildiz 3 bo'lgandan keyin bu teng yo'lli. Mana bu ildiz 3, bu ham ildiz 3. Demak, bu 90. Demak, kateti 3, bu kateti ildiz 3. Demak, mana burchagimiz 60 gradus ekan. Mana burchagimiz 30 gradus ekan. Chunki 30 gradusga qarsak katet, 60 gradusga qarsak katetdan ildiz 3 marta katta. Xo'sh, demak, mana bu burchagi ham 60 gradus. Demak, kub burchakning ichki burchagi 120 gradusga teng. 120 gradusga teng. Tashqi burchagi 60 gradusga teng. Tashqi burchagi 60 gradus bo'lsa, kub burchakning tashqi burchaklari yig'indisi 360. Shuni 60 ga bo'lsak 6. Demak, bu muntazam 6 burchak ekan. Demak, kub burchakning yuzini toping desa, demak, muntazam 3 burchakning yuzini 6 ga ko'paytirsak, muntazam 6 burchakning yuzi kelib chiqadi. Muntazam 3 burchakning yuzi a kvadrat ildiz 3 taqsim 4. Shuni 6 ga ko'paytiramiz. Demak, 6 ning kvadrati ildiz 3 taqsim 4 ko'paygan 6. 6 ning kvadrati 36. 36 ni 4 ga bo'lsa 9. 6 ga 9 54. 54. 54. Demak, yo'q, noto'g'ri ishlayapmiz buni. A ning o'rniga 6 emas, A ning o'rniga 2 ildiz 3 ni qo'yishimiz kerak. Xo'sh, buni o'chiramiz. O'chiramiz. A ning kvadrati 2 ildiz 3 ning kvadrati ko'paygan ildiz 3 taqsim 4 ko'paygan 6. 2 ildiz 3 ning kvadrati, demak 12. 12 ni 4 ga bo'lsak 3. 3 ni 6 ga ko'paytirsak 18 ildiz 3. Demak, javobimiz A javob ekan. Keyingi misolimiz 21-misol. Demak, ABC'da to'g'ri to'rtburchak tekisligiga, demak, tekislik chizamiz. Demak, bu tekislikka ABC'da to'g'ri to'rtburchak chizamiz. Demak, ABC'da chizamiz. Demak, A, B, C, D. Uni yerga to'g'ri to'rtburchak chizamizda. Demak, A burchagidan, A uchidan, demak, unga perpendikulyar tushiramiz. Ana bu S. SB 6 ga teng ekan. Demak, SB 6 ga teng. Bu 6 ga teng. Bu 90. Bu A bo'lsa, bu ham A, bu B bo'lsa, bu ham B. SB 6 ga teng. Xo'sh, C demak 9 ga teng. Mana yana tushiramiz. Demak, bu 9 ga teng. Xo'sh, mana bu diagonal o'tkarsak, bu ham 90 gradus bo'ladi. Bu diagonal A kvadrat qo'shilgan B kvadrat bo'ladi. Demak, CD 7 ga teng. Demak, CD 7 ga teng. 7 ga teng. Bu ham 90 gradus bo'ladi.
Demak, mana balandlikni h desak, s ani toping. Demak, h so'roq. Demak, uchburchak S A B to'g'ri burchak uchburchagidan Pifagor foydalanamiz. H ning kvadrati qo'shilgan A ning kvadrati teng 6 ning kvadrati 36 ga. Uchburchak S A S dan Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, diagonal ildizga bo'ladi. Xo'sh, h ning kvadrati qo'shilgan a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng 81 ga. Uchburchak S A D dan foydalanamiz. H ning kvadrati qo'shilgan b ning kvadrati teng 49. Sistemadan foydalansak, xo'sh, birinchisi bilan oxirgisini qo'shaversak, 2h ning kvadrati qo'shilgan a kvadrat qo'shilgan b kvadrat teng 36 ga 49 qo'shsak 85. Demak, h ning kvadrati qo'shilgan a ning kvadrati qo'shilgan b ning kvadrati teng 81. Endi ikkalasini ayiraveramiz. H ning kvadrati teng 85 dan 81 desa 4. H teng 2. Demak, javobimiz B javob ekan. Yigirma ikkinchi misol. Demak, A to'plam berilgan ekan. 24 ning natural bo'luvchilari. Demak, A to'plam 24 ning natural bo'luvchilari. Demak, 24 degani 3 ko'paygan 8. 3 ko'paygan 2 ning kubi. Demak, natural bo'luvchilar soni darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. Xo'sh, 2 ko'paygan 4 teng 8 ta ekan. Xo'sh, B teng ekan 16 ning natural bo'luvchilari. 16 deganimiz 2 ning 4-si. Natural bo'luvchilar soni teng 4 qo'shilgan 1 teng 5 ta. S teng 20 ning natural bo'luvchilari. 20 deganimiz 4 ko'paygan 5. 2 ning kvadrati ko'paygan 5. Natural bo'luvchilar soni teng. Demak, 2 qo'shilgan 1, 1 qo'shilgan 1 teng 3 ko'paygan 2 teng 6 ta. Xo'sh, NA demak, A to'plamining elementlar soni 8 ta. NB to'plamining elementlar soni 5 ta. Demak, NS to'plamining elementlar soni 6 ta. Demak, 8 ga 5 ni qo'shib 6 ni ayiring debdi. Demak, 13 dan ayiramiz 6 ni teng 7. Demak, B javob ekan. 23-misol. Tenglik nechta yechimga ega? Demak, bu ildizosti 2 x plus 1 ning kvadrati kichik yoki teng 0. Demak, shuni berar ekan. Demak, musbat son hech qachon 0 dan kichik bo'lmaydi. 0 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, ildizosti 2x plus 1 teng 0. X teng minus 1 taqsim ildizosti 2. Tenglik bitta yechimga ega. Demak, A javob ekan.
Xo'sh, 24-misolimiz. Funksiyaning nollari. Funksiyaning nollari degani y ni 0 ga aylantiruvchi qiymati. Bu degani y ga 0 qiymat beramiz. Xo'sh, x ning 2 va x ning 3 ga teng bo'lsa, demak x1 ildizimiz 2 ga, x2 ildizimiz 3 ga. 2 ni qo'ysak x o'rniga 4 minus a ning kvadrati minus 2a minus 3 ko'paygan 2 plus 6 teng 0. 3 ni qo'ysak 3 ning kvadrati 9 minus a ning kvadrati minus 2a minus 3 ko'paygan 3 qo'shilgan 6 teng 0. A ning qiymatlarini toping. A ning qiymatlarini toping. Demak, qavs ochsak 4 minus 2a ning kvadrati plus 4a plus 6 plus 6 teng 0. Yo'q, shuni Wheat teoremasidan ketsak ham bo'lar ekan. Wheat teoremasidan ketamiz. Osonroq bo'ladi. Bularni o'chiramiz. Xo'sh, x ning kvadrati minus a kvadrat minus 2a minus 3 x plus 6 teng 0. Demak, x1 qo'shilgan x2 teng a kvadrat minus 2a minus 3 ga. Demak, x1imiz 2, demak 5 teng a kvadrat minus 2a minus 3 ga. A ning kvadrati minus 2a minus 8 teng 0. Demak, A1 ildizimiz 4 ga, A2 ildizimiz minus 2 ga. Demak, A ning qiymatlarini toping. 4 va minus 2. Demak, javobimiz C javob ekan. Keyingi misolimiz 25-misol. Birinchi quvur yolg'iz o'zi basseynni 5 soatda to'ldiradi. Demak, 1 taqsim a teng 1 taqsim 5 ga. Ikkinchi quvur yolg'iz o'zi basseynni 3 soatda to'ldiradi. Demak, 1 taqsim b teng 1 taqsim 3 ga. Uchinchi quvur yolg'iz o'zi basseynni 2 soatda bo'shatadi. 1 taqsim s teng 1 taqsim 2 ga. 3 ta quvur bir vaqtda necha soatda basseyn to'ldiradi? Demak, birinchi quvur bilan ikkinchi quvur to'ldiradi. Uchinchi quvur bo'shatadi. Teng 1 taqsim 5 qo'shilgan 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 2. Umumiy mahrajimiz 30. Demak, bunga 6 tadan 6 qo'shilgan. Demak, bunga 10 tadan 10 ayrilgan. Bunga 15 tadan 15 teng 1 taqsim 30. Demak, 30 soatda to'ldiradi. Demak, javobimiz B javob. Shunaqa misolni o'tgan mokimizda ham darsimizda shunaqa misolda tushuntirib berdim. Xo'sh, 26-misol. Tengsizlikni qanoatlantiradigan butun yechimlar nechta? Demak, model ochsak, model 2x minus 1 ayrilgan 7 kichik yoki teng 5. Model 2x minus 1 ayrilgan 7 katta yoki teng minus 5. Sistema qo'yamiz. Demak, 2x minus 1 kichik yoki teng 12
2x minus 1 katta yo'qting 2. Xo'sh, modul. Endi modul o'tsak, 2x minus 1 kichik yo'qting 12. 2x minus 1 katta yo'qting minus 12. Xo'sh, sistema bo'ladi. 2x minus 1 katta yo'qting 2. 2x minus 1 kichik yo'qting minus 2. Birlashma bo'ladi. Demak, hammasini kesishmasini topishimiz kerak. Demak, bundan kelib chiqadi. 1 tomonga o'tsa 13, x kichik yo'qting 6,5, x katta yo'qting minus 1 tomonga o'tkazsak minus 11, minus 5,5. Demak, keyingisi 1 tomonga o'tkazsak 3, 2 ga bo'lsak 1,5, minus 1 bo'lsa kichik yo'qting minus 0,5. Birlashma, kesishma. Demak, buni javobi minus 5,5 dan katta sonlar, 6,5 dan kichik sonlar. Javobimiz, keyingisini javobimiz minus 0,5 dan kichik. Javob o'zi shu. Chunki birlashma 1,5 dan katta. Mana javobimiz shu. Endi ikkalasini kesishmasini topsak, demak minus 5,5 dan 6,5 gacha. Xo'sh, minus 0,5 dan kichik sonlar, 1,5 dan katta sonlar. Ana javobimiz ana shu oraliqqa. Xo'sh, qanoatlantiradigan butun yechimlari nechta? Demak, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Xo'sh, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, 10 ta ekan. Javobimiz C javob ekan. Keyingi misolimiz 27. Nuqtalar orasidagi masofani toping. Demak, xo'sh, M nuqtaning koordinatasi 2 minus 1. N nuqtaning koordinatasi 5 3. Ikki nuqta orasidagi masofani toping. Demak, MN masofa teng ildiz osti mos koordinatasini ayiramiz. 2 minus 5 ning kvadrati qo'shilgan minus 1 ayrilgan 3 ning kvadratidan ildiz chiqaramiz. Teng. Demak, ildiz osti 9 qo'shilgan 16 teng 5. Demak, javobimiz A javob ekan. Keyingi misolimiz 28-misol. A, B, C, D, F turli raqamlar bo'lib, ana shu shart bajarilsa, xullas ni toping. Demak, 4 ta A, to'rtxonali son ekan bu. Demak, 1111 A ayrilgan 111 B xona birliklari yig'indisi shaklida yozsak, shunday bo'lar. Qo'shilgan 11 C qo'shilgan D qo'shilgan F teng 5000. Ana endi A, B, C, D, F ga demak turli raqamlar berib ko'ramiz. A ga agar 5 qiymat bersak, 5555. Xo'sh, B ga 5 bersak 555 bo'ladi.
Xullas 5000 bo'lib qoldi. Demak bu 0 bo'lishi kerak. 0 bo'lolmaydi. B ga o'zimizdan 6 beramiz. 6 bersak 666. 666. Xo'sh, 5555 dan 5555 dan 666 ni ayirsak bu demak 4889 chiqar ekan. Demak 4889 ga qo'shishim kerak 11 S ni, qo'shishim kerak D ni, qo'shishim kerak F ni teng 5000 chiqish kerak ekan. Demak 5000 ni ayirsak 11 S qo'shilgan D qo'shilgan F teng 111. 111. 111 bo'lsa, demak S ga 9 qiymat bersak 99 qo'shilgan D qo'shilgan F teng 111. 111 dan 99 ayirsak 12. Demak D qo'shilgan F teng 12. D qo'shilgan F teng 12. D qo'shilgan F teng 12. Demak 12 bo'ladigan raqam topamiz. 12 bo'ladigan raqam topamiz. Demak D ga 8, F ga 4 beramiz. Mana. A ko'paygan B, A ko'paygan B, B deganimiz 6 edi. A ko'paygan B, ayrilgan D ko'paygan F qo'shilgan S teng 30 ayrilgan 32 qo'shilgan 9 7. Javobimiz S javob ekan. 29-misol. Soddalashtiring. Ildiz osti 11 minus ildiz osti 5. Xo'sh. Ildiz osti 15 qo'shilgan ildiz osti 33 dan ildiz osti 3 ni chiqara olamiz. Ildiz osti 5 qo'shilgan ildiz osti 11 ayrilgan. Xo'sh, ildiz osti 22 va ildiz osti 10 dan ildiz osti 2 ni chiqara olsak, ildiz osti 11 plus ildiz osti 5 taqsim 108 degani 36 ko'paygan 3. 6 ildiz osti 3 ayrilgan 72 degani 36 ko'paygan 2. 6 ildiz osti 2 teng ildiz osti 11 minus ildiz osti 5 ko'paygan suratdan ildiz osti 5 qo'shilgan ildiz osti 11 ni qavsdan tashqari chiqara olsak, ildiz osti 3 minus ildiz osti 2 taqsim mahrajdan 6 ni chiqara olsak, ildiz osti 3 minus ildiz osti 2. Ana ikkalasi qisqarib ketar ekan. Teng suratimiz A kvadrat minus B kvadrat ber ekan. Demak 11 minus 5 taqsim 6. Javobimiz 1 ekan. A javob. Xo'sh, 30-misolimiz. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? Demak, diskriminant topsak 25 minus 4 ko'paygan 2 ko'paygan 4 teng 2 kara 4 8 32. 25 ayrilgan 32. Demak, D-imiz manfiy son chiqdi. Demak, yechimga ega emas. Haqiqiy ildizga ega emas. Demak,
A javob. Keyingi misolimiz 32-misol. Kvadrat tomonni a desak, BA tomonini x desak, xo'sh, ana bu burchagimizda alfa deymiz. Demak, sinus alfa teng. Demak, FYS uchburchak bo'yicha a taqsim 30 ga ABC uchburchak bo'yicha, demak, sinus alfa teng x taqsim 50 ga. Tenglashtirib yuborsak, a taqsim 30 teng x taqsim 50 ga. Nollar qisqarib ketsa, x teng 5a taqsim 3 ga. Demak, ximiz 5a taqsim 3 bo'lsa, xo'sh, bdni topamiz. 5a taqsim 3dan ayiramiz a ni. Demak, 2a taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, 2a taqsim 3 bd tomonimiz. Xo'sh, endi to'g'ri burchakli uchburchak BDYdan Pifagor teoremasidan foydalanamiz. 2a taqsim 3ning kvadrati qo'shilgan a ning kvadrati teng 400. Demak, 4a ning kvadrati taqsim 9 qo'shilgan a ning kvadrati teng 400 ga. 13a ning kvadrati taqsim 9 teng 400 ga. Demak, a ning kvadrati teng 3600 taqsim 13 ga. 3600 taqsim 13. Xo'sh, ana endi mana B burchagimizni beta desak, sinus beta teng a taqsim 20 ga. BDY uchburchak bo'yicha, to'g'ri burchak uchburchak bo'yicha sinus ko'tarib bildik. Ana endi ABC uchburchak yuzini topamiz. SABC uchburchak yuzi 1 taqsim 2 BA tomon, bu degani x, BC tomon, yana 50 ko'paygan sinus beta teng. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan ximiz 5a taqsim 3 ko'paygan 50 ko'paygan sinus beta a taqsim 20. Nollar qisqarib ketsa, demak, bu teng 25a ning kvadrati taqsim, xo'sh, 2 kare 3 6 12 ga. Demak, katta uchburchak yuzi 25a kvadrat taqsim 12. Bizga demak kvadratli yuzi ham chiqqan. Mana 3600 taqsim 13. Ana endi S shtrixlangan sohani yuzi SABC uchburchak yuzidan, demak, S kvadratni yuzini ayirmasiga. ABC uchburchak yuzi 25 25a ning kvadrat taqsim 12 dan ayiramiz a ning kvadratini. Ayirsak 13a ning kvadrat taqsim 12. Bu teng 13 taqsim 12 ko'paygan a ning kvadrat degani 3600 taqsim 13. 13 va 13 qisqarib ketsa, 3612 ga bo'lsak 300. Demak, javobimiz C javob ekan. 32-misol. 31-misol. Qavs ochsak, demak, x ning kvadrati minus 6x plus 9 qo'shilgan 3x teng ildiz osti x ning kvadrati minus 3x plus
7 qo'shilgan 22 ga. Xo'sh, x ning kvadrati minus 3x qo'shilgan 9 ayrilgan 22 teng ildiz osti x ning kvadrati minus 3x plus 7 ga. Xo'sh, x ning kvadrati minus 3x 22 dan 9 ayirsak, xo'sh, minus 13 qo'shilgan 7 minus 20 deb yozsak bo'lar ekan. Teng ildiz osti x ning kvadrati minus 3x plus 7 ga. Ana endi ildiz osti x ning kvadrati minus 3x plus 7 ni t deb belgilasak, t ning kvadrati minus 20 teng t ga. T ning kvadrati minus t minus 20 teng 0 ga. T1 ildizimiz 5, T2 ildizimiz minus 4. Demak, bu yerda t 0 dan katta bo'lishi kerak. Minus 4 ololmaymiz. Demak, 5 ta borib qo'ysak, x ning kvadrati minus 3x plus 7 teng 25 ga. X ning kvadrati minus 3x minus 18 teng 0 ga. x1 ildizi 6, x2 ildizi minus 3. Ana. Tenglab oling, ildizlar ko'paytmasini toping. Demak, ildizlar ko'paytmasi minus 18 ga teng ekan. Javobimiz B javob. Keyingi misolimiz 33-misol. fx teng gx tenglama nechta yechimga ega? Xo'sh, grafikka qarasak, fx teng gx degani ikkalasini kesishgan nuqtasi. Bizga chegara berilmagan ekan. Demak, ikkalasini kesishgan nuqtasi, ana birinchi kesishgan nuqtasi. Demak, mana bu nuqtada fx teng gx. Xo'sh, yana mana bu nuqtada fx teng gx. Demak, bu funksiyamiz ikkita nuqtada kesishar ekan. Demak, fx teng gx tenglamaning yechimi nechta yechimga ega? Demak, ikkita yechimga ega. Demak, 33-misolimizning javobi S javob ekan. Ana S javob ekan. Ana bu 33 ning yechimi. Ana endi fx ko'paygan gx teng 0 tenglama nechta yechimga ega? Demak, fx ko'paygan gx. Xo'sh, mana bu yerda yozsak, fx ko'paygan gx teng 0 bo'lishi uchun fx ham teng 0 bo'lishi kerak, gx ham teng 0 bo'lishi kerak. Ana shu nuqtalarni topib chiqamiz. fx teng 0 degani, demak, x o'qi bilan kesishish nuqtasi. fx mana birinchi nuqtamiz. fx teng 0. Ikkinchi nuqtamiz. Mana fx teng gx nuqtamiz ham bo'la oladi, chunki x o'qining ustida kesishgan bu. Keyingi nuqtamiz mana fximiz 0 ga teng. Mana bu nuqtada fx teng 0. Mana bu nuqtani ham yozib qo'ya qolaylik. fx 0 ga teng,
jx ham 0 ga teng. Endi jx 0 qidiramiz. Mana jx 0imiz. jx teng 0. Mana bu nuqtada ham jx teng 0. Savolimiz tenglama nechta yechimga ega? Demak, tenglama bitta. Ikkalasining javobi bitta hisoblanadi. Ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Demak, beshta yechimga ega. Beshta. 34ning javobi demak D javob ekan. 34ning javobi. 35ning javobi fx ko'paygan jx katta yoki teng 0 tengsizlikning eng kichik musbat butun yechimidan eng katta manfiy butun yechimining ayirmasini toping. Demak, ko'paytma qachon 0 dan katta bo'ladi? Demak, fximiz katta yoki teng 0 bo'lganda jximiz katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. yoki birlashib qo'ysak ham bo'ladi. fximiz kichik yoki teng 0 bo'lgan payti jximiz ham kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Xo'sh, ana endi fx katta yoki teng 0 lik yechimlarini topamiz. fx katta yoki teng 0 degani x o'qidan yuqorida joylashgan grafik. fx katta 0. Mana qizil bilan belgilayman. Ana bu to x o'qigacha. Xo'sh, bu -1 ga urinib o'tib ketyapti. fx katta 0. Demak, minus cheksizdan 1 gacha desak bo'ladi. Chunki agar fx da teng belgisi bo'lmasa edi, mana -1 nuqtada to'xtab o'tardik. Minus cheksizdan -1 gacha, -1 dan 1 gacha degan bo'lar edik. Endi -1 kirganligi uchun birdan minus cheksizdan 1 gacha deb ketamiz. Demak, bu to'rtburchak qavsga xo'sh, biz jx ni ko'rayotgan ekanmiz. Adashib ketibman. Demak, jx ni ko'rayotgan ekanmiz. Mana ikkinchi tenglik ko'rayotgan ekanmiz. Xo'sh, endi mana jx ni yana musbat oraliqi. Demak, 2 dan birlashma 2 dan cheksizlikkacha. Endi fx katta yoki teng 0 ko'ramiz. fx katta yoki 0 ni mana qara bilan belgilaymiz. Ana bu fx katta 0. Xo'sh, -3 dan -3 kiradi. -3 dan 2 gacha birlashma mana 3 dan cheksizlikkacha. Sistemani ishlab qo'yamiz. Son o'qini chizamiz. Demak, 1 dan kichik sonlar, 2 dan katta sonlar, -3 dan 2 gacha ana kesishdi. Xo'sh, 3 ga to'rtburchak qavs qolib ketibdi. 3 dan cheksiz sonlar. Ana bu yoqqa ketdi javob. Javobimiz -3 dan 1 gacha. -3 kiradi. 1 ham kiradi. Birlashma 2 ni o'zi birlashma 3 dan
x'likgacha. Endi ikkinchisini ishlaymiz. Ikkalasi ham kichik 0 hol uchun ishlaymiz. fx kichik 0. fx kichik 0. fx kichik 0. Mana fx kichik 0 oralig'i. Minus cheksizdan xo'sh, -1, -2. Mana bu nuqtamiz -2 ekan. -2 ekan. Mana bu nuqta -2 ekanda. -3 yozib ketaman. -2. -2. Xo'sh, keyingi nuqtamiz -cheksizdan -2 gacha manfiy joyi. Keyin mana bu nuqtamiz mana 2 dan 3 gacha. Endi jx'imiz manfiy joyi bitta mana bu yer ekan mana. Xo'sh, 1 dan 2 gacha. Ana endi ikkalasini kesishtirsak, xo'sh, -2 dan kichik 2 dan 3 gacha deyapti. 1 dan 2 gacha. 1 dan 2 gacha. Vat 2 ga ketishdi mana. Javobimiz -2 ni o'zi, birlashma 1 ni o'zi, birlashma 2 ni o'zi, birlashma 3 ni o'zi. Demak, umumiy javobni birlashtirib qo'ysak, -2 dan 1 gacha desak, mana bu ikkala javobni olib ketar ekan. -2 dan 1 gacha. Xo'sh, 2 ni o'zi, birlashma 3 dan cheksizlikgacha. 3 dan cheksizga desak, 3 dan olib ketadi. 3 dan cheksizlikgacha. Demak, shartimizda eng kichik musbat butun yechimidan eng kichik musbat butun yechimi 1, eng katta manfiy butun yechimi -1 ni ayirmasini toping. Demak, javobimiz 2. Demak, 35 ning javobi 2 ekan. Demak, 35 ning javobi ham C ekan. 35 ning ham javob bo'lar ekan. Ana.